Bir eshakni minsangiz, o'sha eshakni xorlagan bo'lasizmi? Yoki u sizga bir xizmatkoru, uni minsangiz bo'laveradi. Endi savol. Endi bir odamni minsakchi, bir odamni ustiga chiqib olib minsak, qalb aytadiki, qalb. Yo'q, odam mukarram. Odam eshak, ot, tuya kabi hayvon emas. Odam ongli mavjudot. Uni ustiga minish, uni o'sha hayvon toifasiga tenglash hisoblanadi, behurmatlik hisoblanadi. O'shaning uchun odamni ustiga minib bo'lmaydi. Ya'ni xorlash ma'nosida minib, uni hayvon sifatida ishlatib bo'lmaydi. Ajoyibmi? Ajoyib.